Assalomu alaykum. Oltiariq Chorva kanalining obunachilari, uzun yaqindan kuzatib borgan aka opa singillar. Sizlarga ilk bosh buqachalar ko'rsatmoqchimiz. Qo'ldan kelgancha ko'rib, mashalloh deb laklartirsilatib bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ysaling, bizga yangi bo'lsaling, SMS tarzda boradi akalar. Ko'rib, bahoni beraverasizlar, laklar bosaverasizlar. Arzimagan mehnatimizga laklar bosib qo'ysalar. Xudo xolasa manfaatli zo'r videolar chiqarishda davom etamiz akalar. Bunisi Greenford, bunisi Simmental toza akalar. Yoshlarga keladigan bo'lsak, yoshlari Greenfordniki necha oylik? 6 oylik. Bo'ylari 1 metr plus. Simmentalligi 7 oylik, 1.10 to'liq. 1.10. Anjoni sog'. Necha ozg'in ekan, lekin necha qarosi qolib qo'ygan shunisi bor. Sekin yemga o'rgatib, yemni bersaling akalar, xudo xolasa Yem ishlari yaxshi. 3 oyda, uzoq 3 oyda dahshat bo'lib qoladi, xudo xolasa. Xudo xolasa kunni so'ra lekin yaxshi mol bo'ladi, aqol cho'zi. Shaqlarni kuygizib qo'yganmiz. Shaqlar ikkovsi ham kuydirilgan. Bunisi endi bilmayman, kichkina tindaqda turibdi. Ozgina. Jichcha bor ekan mashinasida. Kuydirib qo'ysa ham bo'laveradi, kuydirmasa ham bo'laveradi. Bunisi Greenford-da? Toza Greenford. Mana akalar, o'zinglar ham baho beraverasizlar. Kellar. Bunisi Simmental toza, asrskiy bolalar. Oyoq qo'li ekan. Bunisi 7 oylik dedingizmi? 7 oylik. Bunisi 7 oylik ekan. Shox kuydirilgan ekan. Bo'ylari 1.10 plus minus akalar. Kelib ko'rib bemalol suvdan qilaverasizlar. Oyoqlari stakan tuyoq, oyoqlar uzun-uzun. Haqiqiy bo'ladigan narsalar. Lekin jicha qarovsiz qolganligi uchun jicha ozg'inroq akalar. Bular narxiga keladigan bo'lsak, narxlari jupiga 35 million kami bor akalar. Kami bor, xayri bor. Dastavkasi kelishilgan holatda bor akalar. Dastavka muammo bas akalar. Jicha qarovsiz qolganligi uchun ozg'inroq. Bunisi Greenford. Yaxshigina pul qo'yapti. Puli yengil deganlarga chiqaryapsiz mana. Puli yengilroq haligi o'zim sekin zo'r qilib olaman deganlarga tavsiya beringlar. O'zi yangi tug'ilganlari ham $1000 bo'yapti akalar. $1000 bo'yapti. Ahli degan odam olib ketaveradi. Yengilgina boqaman. Bahorgacha boqib chiqarib olaman. $100 bor. Shalpan quloq, oq kiprik, oq tumshoq. O'zi yangi tug'ilganlari ham $1000 bo'lib ketgan. 7 oyligi. Bunisi 6 oylik, bunisi 7 oylik. Jupiga 35 million so'ralyapti. Kami bor. 4 oyliklari ham o'zi 20 millionga qarab ketyapti haligi zo'rlari. Semiz sut emib turgan mollar baribir semiz bo'ladi. Hozir bular yemga o'tgan, haligi quruq hashida o'zini yeyapti-da, shuning uchun sal ozg'inroq. Silyos bilan boqsaling, xudo xolasa zo'rib ketadi akalar. Telefon nomer 90 831 0047 qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Yana qanaqa mollar chiqarish kerak bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozsaling, shunga qarab videolardan chiqarishda davom etamiz akalar. Tepalari. 30 ga vaqtinga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Narxini zo'r qiladigan umiddamiz.